Yana 120 nafar o'zbekistonlik Janubiy Koreyaga ishga jo'nab ketdi. Migratsiya agentligi tomonidan yana 120 nafar yurtdoshimiz Janubiy Koreyaga tashkiliy ravishda kuzatildi. Ularning 80 nafari Farg'ona viloyatida amalga oshirilgan Ulsan shahri uchun malakali kadrlar tayyorlash loyihasi bitiruvchilari bo'lib, Hyundai Heavy Industries korxonasida ish boshlaydi. Qolgan 40 nafar fuqaro esa odatiy tanlovlar orqali Koreya ish beruvchilari tomonidan saralangan bo'lib, Kyongi Kangwon-do provinsiyalari hamda Incheon shahridagi ishlab chiqarish korxonalarida mehnat faoliyatini olib boradi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilning birinchi tanlovida 253 nafar, ikkinchi tanlovida esa 470 nafar nomzod Koreya ish beruvchilari tomonidan tanlangan va ular uchun mehnat shartnomalari migratsiya agentligiga yuborilgan. Joriy yil yakuniga qadar yana 3 ta tanlov o'tkazilishi rejalashtirilgan.